Qizlik uyimdan qaytganimdan so'ng erimning muomalasi butunlay o'zgardi. U ilgari bo'lgani kabi qo'pol emasdi. Har so'zimni tinglab, xo'p deb ko'nglimni og'ritmaslikka harakat qilardi. Ammo shunga qaramay uyda bir o'zim qolganda yuragimda bo'shliq sezilardi. Go'yo hayotim jim, ammo yuragim ichkarida hali ham shifo topmagan og'riqlar yashardi. Bir kuni erimga orzuyimni aytdim. Men loyiha ochmoqchiman dedim. Insonlarni tug'ilgan kunlarida tabriklab, ularni quvontirmoqchiman dedim. Erim avvaliga hayron qolardi. So'ng uddalay olmaysan dedi, shubha bilan. Men esa qat'iy ohangda javob berdim. Men bunga qodirman. Axir avvallar ham shu sohada ishlaganman. Tajribam bor dedim. Shundan so'ng hayotim butunlay o'zgardi. Avval kichkinagina loyiha safida boshlangan ish tez orada ko'plab insonlarni mehrini qozondi. Shundan so'ng hayotim butunlay o'zgardi. Avval kichikgina loyiha sifatida boshlangan ish tez orada ko'plab insonlarni mehrini qozondi. Endi men insonlarga quvonch ulashuvchi, xalq sevgan, samimiy, so'zlari bilan yurakka iliqlik olib kiruvchi boshlovchiga aylandim. Yuragimdagi yaram to'liq bitmagan bo'lsa-da, o'zimni hayotga qaytishga, o'tmishni unutishga majbur qildim. Ba'zi insonlar hayotimizga aralashib, meni erimdan, erimni esa mendan sovutmoqchi bo'lishdi. Ammo biz bir-birimizdan kechmadik. Shunday sinovlar bizni yanada mustahkam bog'ladi. Kunlar shu tarzda o'taverdi. Qaynisinglimizni yaxshi joyga unashtirdik. To'y kuni uni kelinlik libosida ko'rib, yuragimni g'urur va quvonch to'ldirdi. Oradan ko'p o'tmay u homilador bo'ldi. Yaqinda farzandli ham bo'ladi. O'z singlimni ham tarbiyali, mehribon oila farzandiga unashtirdik. U esa sevgani uchun 1 yil sabr qildi. Singlimni maktabini tugatishini kutdi. Nihoyat ularni to'yi bo'ldi. Hozir singlim og'ir oyoq. 2 kun avval eri bilan Rossiyaga jo'nab ketishdi. Men esa hayotimni yangi sahifadan davom ettirdim. Instagram platformasida faol bo'la boshladim. Reklamalar oldim. Videolarim orqali meni ko'pchiliklar taniy boshladi. Bir kuni erimga yangi loyiha ochmoqchi ekanligimni aytdim. Avvaliga qarshi bo'ldi, ammo men uni ko'ndirib oldim. Bu safargi loyiham ota-onajonlar uchun tabrik loyihasi edi. Har bir videoda farzandlarni mehrli so'zlari, ota-onaning ko'zidagi quvonchi, bu lahzalar yuragimni yumshatar edi. Ko'zlarimni namlardi. Loyiha $1,500 tushgan bo'lsa-da, har bir on, har bir minnatdorchilik so'zi bunga arzigulik edi. Endi men o'sha loyihadan nafaqat foyda ko'ryapman, balki yuragimni to'ldiradigan haqiqiy baxtni topdim. Ota-onalarni kulgusi, ularni duolari, rahmat, siz bizni esladingiz, siz bizni xursand qildingiz, farzandlarimga rahmat degan so'zlari bu meni eng katta mukofotimdir. Ba'zan yurak og'risi ham hayot davom etadi. Chunki insonlar boshqalarning quvonchidan o'z dardini unutadi. Men esa endi shunday yurakman. Quvonch tarqatuvchi yurak.